Hammalarga sizlar bilan Imron PUBG'mi. Bugungi videoda biz 120 FPS ya'ni PUBG'da 120 FPS da mazza qilib o'ynashni o'rgataman. Bizga 3 ta programma kerak bo'ladi. Termux Play Marketda chiqadi. 90 FPS Play Marketda bor. Shizuku ham Play Marketda chiqadi. Birinchi Termuxga kirib olamiz. Keyin просто tak ketamiz. Keyin Shizukuga. Shizukuga kirganlardan keyin mana paring degan joy bor. Mana shuni bir marta ezasizlar. Ezgandan keyin sal pastroqqa tushsanglar mana. Mana mana uni ezasizlar. Keyin sal pastroqqa tushsanglar mana. Simsiz nosozliklar tuzatish mana. Shuni bitta ezasizlar, mana uni yoqasizlar tepadagini. Keyin mana kodni ulash orqali qurilmaga ulanish. Shuni ezasizlar. Kod keladi. Mana yozasizlar 02. Sizlar yoz boshqacha kod keladi. Men o'zimning kodimni yozyapman. 89 create 89 adashib ketdim. Create degan. Create jo'natasizlar. Keyin bu yerdan chiqasizlar. Tepaga chiqib mana. Mana u start deganni bitta bosasizlar. Mana bunaqa yozuvlar chiqib ketadi. Keyin bo'ldi, chiqib ketasizlar bu yerdan. Keyin bu yerdan 90 FPS ilovasiga kirasizlar. Kirgandan keyin 90 FPS. Mana shu yerda eslab qolinglar, mana birinchisi emas, ikkinchisini bosasizlar. Tayding mana Shizuku Meteo Dev. Shunday pastdagi, tepasida o'xshamaydi, mana pastdagi yaxshi. O'xshaydi mana. Mana chiqitish. Mana unlock 120 FPS mana shu katta turibdi. Mana shuni bitta ezasizlar. Keyin bo'ldi. Ish tugadi mana PUBG'ga kirib endi tekshirsanglar bo'ladi. 120 FPS. Men bu telefon o'zi 45 FPS ko'taradi, lekin hozir 120 FPS qilamiz. Telefon Redmi 45 ko'taradi. Hozir biz 120 FPS qilamiz. PUBG'ga kiryapti mana. Mana kiryapti уже. Sal Wi-Fi ham qatibroq turibdi-da, tezroq kiradi bo'lmasa. Mana уже akkauntimga kirdi уже. Mana kirdi mana akkaunt. Keyin mana tekshirib ko'ramiz. Grafika. Bu ultra ko'rsataveradi, lekin o'ynaladi va chiqmasdan o'ynaveradi. Mazza qilib o'ynayverasizlar. Sizlar bilan Imron PUBG'mi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos bitta o'ynab ko'ringlar, vafshe zo'r.